Allohu akbar, Allohu akbar. Qurbon hayiti munosabati bilan yurtimizning barcha hududlaridagi masjidlarda hayit namozlari ado etildi. Erta tongdan yurtdoshlarimiz masjidlarga tashrif buyurib, muborak ayyomni ko'tarinki kayfiyatda qarshi oldilar. Yurtdoshlarimiz namoz o'qish bo'yicha hamma sharoitlar yaratilgan, shu jumladan xavfsizlik jihatidan ichkaridagi erkinlik harakatlari hammasi yaxshi. Namozxonlarimizga hamma sharoitlar masjidimizda muhayyo qilingan. Hayit namozlarida yurtdoshlarimiz mamlakatimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi, yurtimizda hukm surayotgan osoyishtalik va barqarorlik uchun duolar qilishdi. Avvalambor butun yurtimizga, xalqimizga bu Qurbon hayiti bayrami qutli, barakotli, muborakli bo'lsin. Mana xursandchilikda xalqimiz nihoyatda bir ko'tarinki ruhda bayramni nishonlab, yurtboshimiz tashabbuslari bilan chiroyli holatda hayit namozlari o'qilindi. Ichki ishlar xodimidan tortib boshliqlargadir kechasi bilan mana shu joyda xizmatda turishib, namozxonlarimizni chiroyli holatda ibodat qilishlariga katta bir yordam qilishib, mana shunday holatda ko'tarinki ruhda hayit namozlarini ado qilinib, mana oilalariga qaytishyapti. Allohu akbar. Allohu akbar. Imom xatiblar tomonidan Qurbon hayitining mazmun mohiyati, insonparvarlik, mehr-oqibat, saxovat va bag'rikenglik kabi ezgu qadriyatlar haqida ma'ruzalar qilindi. Mana bugungi Qurbon hayitimiz chiroyli ibodatlar qilindi. Ichki ishlar xodimlari hammalari tartibni yaxshi saqlab bizga nima qildi? Imomimiz ham juda chiroyli qilib ma'ruzalar qilib berdi. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Yurtimiz bundan ham rivojlansin. Ana hajda yurgan birodarlarimiz ham sog' salomat amallarni bajarib kelishi nasib ro'za aylasin. Aholi juda ham yaxshi kayfiyatda. Hamma xursand. Bu kunga shukr qilishimiz kerak. Namozlar so'ngida yurtdoshlarimiz qabristonlarga tashrif buyurib, o'tganlar haqqiga duolar qilishdi. Qabrlar ziyorat qilinib, ota-bobolar xotirasi yod etildi. Muborak Qurbon hayitida yurtdoshlarimiz yurtimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi, yoshlar kamoloti va yurtimizda bo'layotgan islohotlarning bardavomligi uchun duo qildilar. Bahodir Mas'udov, Abdurahmon Rashidov, Ovoz informatsion dasturi uchun Farg'onadan maxsus.